Xo'p, bera qol. Kim bu? Qani, xo'p, ko'raychi, kimligini aytaman senga. Ha, o'rtog'im Azamat u. O'rtoqlarning kurugida mana shunaqa prikolimiz bor-da. Yangi uylanganlarning ustidan kulamiz. Jonim deb. Bo'ldi, telefon qiling bo'lmasa. Bo'ldi, mana qilaman. Ishonmayapsanmi? Alo. Azamat, qalaysan? Ha, o'rtoq, tinchmisan? Tupoymisan? Qanaqa SMS yozyapsan? Bilasan, yangi uylanganman. Uyda hozir janjal bo'lib ketishiga ozgina qoldi. Qanaqa SMS? Tomi ketganmi? Xotinim nima deb o'ylaydi hozir? O'rtoq, zapalmi? Ha, nima unaqa yozding? Hozir mana xotinimga o'zing tushuntirgin. Nima jonim qalaysiz deb yozasan? Tushuntir mana. Jonim turdingizmi deb yozibsan. Ha, qanaqa bo'lar ekan? Yoqdimi? Bir bo'ldi. Men uylanganimda ham sen shunaqa qilganding. Tezroq ishga kel. Ana, bo'pti, boraman. Meni-ku ishontirdingiz. O'zingiz ham ishonsangiz bo'ldi. Sen nima deganding? Rashk qilmayman deganmiding? Men rashk qilmadim. Nima qilding bo'lmasa?